أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalomu alaykum muhtaram do'stlar. Sirli tijorat dasturimizni davom ettiramiz. Hammamizga ma'lumki, bugun ko'pchilik tirikchilik tashvishi ila chet ellarga ketib, sarsoni sargardon bo'lib yuribdilar. Ishlari yurishmaganidan turli folbin va sehrgarlarga yo'liqib, har xil bid'at xurofotlarga qo'l urib qo'ymoqdalar. Bilar bilmas iymonlariga zarar berib qo'ymoqdalar. Ba'zi sehrgarlar turli tamg'alarni chizib, buni olib yursang boylikka erishasan deya cho'ntaklarini qoqishtirib oladi. Boshqasi esa har xil jismlarni berib, buni o'zing bilan olib yur, cheksiz boylikka erishasan deb quloqlariga lag'mon iladi. Mol jalb qiluvchi harom tilsimotlar bor. Ular shaytondan so'rab chizilgan. Buni qo'llash iymonni ketkazadi, Allohning g'azabiga duchor qiladi. Shuning uchun ham biz bu dasturimizni tashkil qildik. Ya'ni shar'an joiz bo'lgan yo'l bilan oyatlar va Allohning ismlaridagi, duolardagi sirlardan foydalanib rizqqa erishish yo'llarini bayon qilib boramiz. Bu yo'l bilan rizq talab qilgan kishi ham rizq ham savobga noil bo'ladi. Necha yildirki bizdan kelib rizqqa sabab bo'luvchi sirlarni olib safarga chiqqan, so'ng to'g'ri amal qilgan birodarlarimiz kamchilik ko'rganlari yo'q. Har qanday vaziyatda ham o'ylaganlaridan ziyoda bo'lib qaytib kelganlarini aytadilar. Shuni bilish kerakki, duo va oyatlarni o'qishning o'zi kifoya qilmaydi. Bunda boshqa yana bir necha sirlar borki, uni joyiga keltirmasa maqsad hosil bo'lmaydi. Ba'zan suygan narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Ba'zilar benamoz holda bu duolarni o'qiyversa bo'ladimi debdilar. O'qiyvering. Bu dunyo masalasida kofirning duosi ham qabul bo'lishi aytiladi. Duo ham bir ibodat. Ko'pchilik shu sababdan duosi qabul bo'lishini ko'rib uyalganidan namozni boshlab yuboradi. Ahli sunna val jamoa aqidasi bo'yicha namozni tark qilish gunohi kabira, inkor qilish kufr. Yalqovlik bilan o'qimayotganlar osiydirlar. Ba'zilar bir ibodatni qilmayotganni boshqa ibodatdan ham qaytaradilar. Uni ham qil, buni ham qil deyish maqsadga muvofiqdir. Ammo kimniki duosi qabul bo'lmayotgan bo'lsa, shartni bajarsin. Bu shart meniki va boshqa insonlarniki emas, butun olamlar Rabbisi bo'lgan Allohning shartidir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va man yattaqilloha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kimki Allohga taqvo qilsa, uni tanglikdan chiqarur, kutmagan tomonidan rizqini yetkazur. Tanglikdan chiqib rizqqa, mulkka yetishish uchun Rabbimiz shart qilib taqvoni qo'ymoqda. Tanglik bu sehr, ko'z ta'siridan bo'lgan tangliklarga ham aytiladi. Shunday ekan, mushkulotlarga tushib qolgan mu'minlar taqvoni mustahkamlasin. Allohning shartini bajarsangiz, sizni mushkulotdan chiqarib, kutmagan tomoningizdan rizqingizni yetkazish. Albatta uni sabr bilan kutib turish lozim. Buyuk Rabbimiz va'dasiga xilof qiluvchi zot emas. U buni bizlarga yo'llagan maktubida, ya'ni Qur'oni Karimda bir necha bor ta'kidlagan. Masalan, bir kompaniyaga biror buyum olish buyurtmasini qilsangiz, u kompaniya boshlig'i sizga maktub yo'llab bir necha shart qo'ysa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Sizni bilmadimi, men o'sha zarur narsani qo'lga kiritish uchun albatta shartlarni bajarishga kirishardim. Shuning misoli bor koinot, yer osti, yer usti mulkining sultoni, hukmdorlar hukmdori, yagona hukmdor Alloh tanglikdan chiqib boylikka, kenglikka yetishimiz uchun taqvoni shart qilib qo'ydi. Marhamat, avval bu qutlug' shartni bajaring, so'ng talab qiling. Ey Rabbim, sen va'dangga xilof qiluvchi zot emassan deng. Men sen aytgan shartni imkonim qadar bajarishga bel bog'ladim deng. Umudim faqat senda deng. Albatta, avvalo taqvoni o'rganish kerak. Uni bilmay amal qilib bo'lmaydi albatta. Taqvo shubhali narsalardan saqlanib, Qur'on va hadis asosiga ko'ra harakat qilishdir. Har bir ishni Allohning shu boradagi ra'yini bilib, so'ng o'shanga qo'l urishdir.
To'g'ri, boshqa grafikda yurgan nafs avval bunga ko'nikishi qiyin bo'ladi. Ammo bu nafs hamma kuyga moslashtirsa bo'ladigan bir narsa. Taqvo bizni bu dunyo hayotida, barzaq hayotida, ya'ni o'limdan so'ng keladigan kayfiyati bizga noma'lum bo'lgan ruhiy hayotda, qayta tirilish kuni bo'lgan qiyomat hayotida ham foyda keltiruvchi, jonga oro kiruvchi bir go'zal narsa. Xullas, mangu baxt uchun olamlar Robbisi tomonidan qo'yilgan bir shartdir. Inson qilgan bir ish bu. Shuning uchun ham payg'ambarlar bashardan bo'ldi. Ular farishtalardan bo'lganda, endi u farishtada biz buni qila olmaymiz der edik. Bashardan bo'lgan payg'ambarlar taqvoni qilib ko'rsatdilar. So'ng ularning vorislari bo'lmish olimlar to bugungacha uni qilib bizga ibrat ko'rsatib keladilar. Bu degani sen ham buni qila olasan deganidir. Marhamat, ish yurishmay, tanglikda dard ichida qolganlar eng sirli dori bo'lgan taqvoni paydan bo'lsinlar. Dardingizning shifosi taqvo ekanini bildingiz. U 7 qavat yer ostida bo'lsa-da toping. Izlagan topadi. Umidsizlikka tushmang. To'g'ri, taqvosiz ham boylik va kenglikka erishganlar ko'p. Alloh 5 barmoqni bir xil qilmaganidek, sizning chekingizga taqvo qilmasangiz ololmaslik tushibdi. Nima qilasiz endi? Boshqa chora yo'q. Bilsangiz qaysidir xulqingiz Rabbingizga ma'qul demak. U doim oxiratda najot berishni xohlasa, ishni shu dunyodan boshlaydi. Balo va tanglik zanjiri ila taqvoga tortadi. Shu bilan ham bu dunyo ham oxirat obod bo'ladi. Oxirati xarob bo'lishini istagan bandalarini bu yerda tek qo'yib, yana ham ko'p berib g'aflat, gunoh mastigiga o'rab qo'yadi. Alloh asrasin. Bir kun kelib bundaqa boylik va kenglik berilganidan afsuslanadi. Chunki u boylik uning halokatiga sabab bo'ldi. Taqvo egalari olgan boylik bunday zarar beruvchi bo'lmaydi. Bugun Zuho surasiga yashirilgan bir sirni ochamiz. Kunning qaysi vaqti bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilab tahorat olasiz. So'ng qiblaga yuzlanib Zuho surasini 40 marta o'qiysiz. Har safar ushbu oyatga kelganda esa uni 7 marta takrorlaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va la sawfa yu'atika robbuka fatardo. Ma'nosi: va tezda Robbing senga ato qilur va sen rozi bo'lursan. Zuho surasini 40 marta o'qib bo'lgach, ushbu duoni 3 marta o'qiysiz. Allohumma ya g'ani ya mughni ighnini la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dallun wa'allimni fa inni jahilun wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bu duo Allohim shunday boylik berginki, ortidan men faqirlikdan qo'rqmaydigan ma'noni o'z ichiga oladi. Marhamat, Allohning shartlarini bajarib, bu usul orqali katta mulkka erishing.